Assalomu alaykum. Pythonda dasturlash kursimizning 6-darsiga ham yetib kelib oldik. Bugun ko'rib o'tadigan mavzumiz funksiyalar mavzusi hisoblanadi. Demak, darsimiz rejasiga keladigan bo'lsak, funksiya nima hamda funksiyani tuzilishi, ya'ni parametrli va parametrlarsiz return qiymati hamda funksiyani turlari haqida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib funksiya nima? Funksiya qachon bu qayta ishlatiladigan kodlar to'plami hisoblanadi. Ya'ni bitta kodni agar biza juda ham ko'p marta yozishimizga to'g'ri kelsa, uni funksiya qilib qo'yib, bir marta funksiyani chaqirib ishlatganimizda yaxshi hisoblanadi. Demak, funksiyani bir nechta turlari bor. Bulardan birinchisi mana def yoziladi. Funksiyaga nom beramiz. Misol uchun mana say hi deb nomlab turaylik. Say hello misol uchun. Hamda ikkita qavs ochib yopiladi. Hamda bunga print misol uchun hello deb qo'yamiz. Demak, funksiyalar mavzusini o'tganimizdan so'ng mana bitta qator tashlaymiz. Funksiyamiz tugagandan keyin def main deymiz. Main yoki run desak ham bo'ladi. Shunchaki pass qilib turaylik. Pass bu shunchaki ishlamay errordan saqlab turuvchi narsa, kod hisoblanadi. Demak, biz buni saqlanit qilib mana run qilib ko'ramiz. Print py main.py deymiz. Mana hech narsa chiqmadi. Bunga sabab nima? Lekin biz print hello ni aytdik. Qachonki biz kodimizni mana bu yerda chaqirsakgina ishlaydi. Biz bu yerda chaqirmaymiz, har doim mainda chaqirishga o'rganamiz. Demak, say hello funksiyamizni chaqiramiz. Bu demak qisqacha not call. Ya'ni bitta saqlanit qilamiz, yana run qilib ko'ramiz. Yana hech narsa chiqmadi. Bunga sabab nima degan savolga javob mana not call deb yozdim. Qachon bizda call operatsiyasi bo'lsa, o'shandagina funksiyamiz ishlaydi. Say hello hamda qavs ochib yopilsa, bu call operatsiyasi hisoblanadi. Shundan so'ng bizda kodimiz, funksiyamiz ishlaydi. Mana demak, ishlatib ko'ramiz. Endi mana hello deb chiqdi. Print hello bizda ishlaydi. Demak, bundan tashqari funksiyamiz tuzilishi ikki xil ko'rinishda ham bo'ladi. Ya'ni mana funksiya nomi ichida parametrlari keladi. Bizda hozir shunchaki ichida hech narsa kelmaydigan narsani ko'rdik. Misol uchun yana bitta qilamiz. Def deymiz. Salom deb nom beraylik hamda buni ichiga ism kelsin, qandaydir o'zgaruvchi. 2 nuqta qo'yamiz hamda print f string yordamida demak salom ismni qo'yib qo'yamiz. Demak mana bizda endi say hello ni hozircha o'chirib turamiz, buni chaqirmaymiz. Salomni shunchaki ishlatib qo'ysak, bizda hech narsa chiqmaydi, chunki salomni ichida parametri bor. Parametrga nima ism qo'yib yuborishimiz kerak. Ism misol uchun Ali deb qo'ysak, mana endi kodimizni ishga tushirib ko'rsak, salom Ali deb ishladi mana. Salom ism kelish kerak edi. Ismning o'rnida Ali edi. O'shaning uchun salom Ali bo'ldi. Demak, bu funksiyamizning ikkinchi ko'rinishi edi. Demak, hozir ko'rib o'tganimiz bittasi parametrli hamda parametrsiz edi. Demak, buni parametr bu mana qavs ichida kelayotgan o'zgaruvchi, o'sha narsa parametr hisoblanadi. Bu parametrsiz parametrli hamda parametrimiz bizda ism hisoblanyapti. Demak, qisqacha parametrli va parametrsiz ham tushunarli. Demak, return qiymati. Demak, mana bizda bularni o'chirib turamiz. Rasm tushirib olishlaringiz mumkin edi. Demak, buni ham o'chirib, shunchaki
pass deb qilib turamiz. Pass shunchaki errordan saqlab turadi deb, misol uchun qo'sh degan funksiya ochamiz. Qo'shish a hamda b parametrlar keladi hamda bizda return bo'lgani uchun mana, demak return deymiz, a plus b ni qaytaramiz degani. Endi buni qo'shishni chaqiradigan bo'lsak, qo'shish a plus a va b ga misol uchun 4 va 5 berib yuborsak, bitta saqlanch qilamiz hamda kodimizni run qilsak, bizda hozir hech narsa chiqmasligi kerak. Mana, hech narsa chiqmadi. Bunga sabab bizda print shunaqa narsa aytmayapmiz. Biz shunchaki return qilyapmiz. Return degan narsa, misol uchun natija deb o'zgaruvchi ochib, qo'shishni tinglashsak agar hamda undan keyin print natija desak, py main.py ni ishlatamiz. Mana 9 chiqdi. Bunga sabab bizda qo'shishga 4 va 5 berdik. U bizga 4 plus 5 ya'ni 9 ni return qildi. Return degani qaytarib berdi degani. Demak, natijamiz o'shanda 9 bo'lib qoldi. Mana shu narsa bu return type hisoblanadi. Bundan tashqari demak 2 nuqta qo'yamiz, a ga int qabul qiladi. Misol uchun, undan keyin b ga ham 2 nuqta qo'yamiz. Misol uchun float qabul qiladi. O'shanaqa type ni yozsak bo'ladi. Undan keyin bitta strelka, mana bunaqa strelka bilan bitta chiziqcha hamda strelkani belgisi bilan nima qaytarishi, misol uchun float qaytaradi deb return type ni yozib ketsak ham bo'ladi. Demak, qisqacha menimcha return type ham tushunarli bo'ldi. Funksiya turlari bor, ya'ni built-in, tayyor keladigan, ya'ni print, length, round, pow shunaqalar. Bundan tashqari kutubxona funksiyalari bor. Mass sqrt, random. Bundan tashqari foydalanuvchi funksiyalari, dev deb hozir yaratganlarimiz bu foydalanuvchi funksiyalar edi. Shunaqa funksiyalar bor. Demak, keyingi darsda kutubxonalar haqida o'tamiz. Bugun esa built-in, ya'ni tayyor keladigan funksiyalar haqida ham o'tamiz. Demak, muhim built-in funksiyalar qaysilar? Bu birinchi o'rinda len degani. Vaqtimizga qaraymiz biz. Vaqtimiz bor ekan. Demak, len funksiyasi haqida barchasini o'chirib turamiz. Bizda qandaydir tekst berilgan. Tekstimizda misol uchun hello. Buni uzunligi misol uchun shuni length deylik. Inglizchada bo'lsa nomlarimiz o'sha yaxshi. Leng bo'ladi-da, text beriladi hamda print length qilamiz hamda bitta kodimizni run qilamiz. py main.py mana 5 chiqdi. Bunga sabab 1 2 3 4 5 ta harfdan iboratligi. Length bu string, ya'ni str ni uzunligini o'lchab beruvchi funksiya hisoblanadi. Demak, endi abs qisqacha modul degani. Misol uchun bizda son bor, qandaydir. Keling, hammasini iloji boricha inglizchada yozishga harakat qilamiz. Demak, number deb o'zgaruvchi beramiz. Misol uchun -10 bor. Hamda number 2 bor bizda. U misol uchun 9 deylik. Print deymiz, yo'q. res 1 degani result 1 deyapmiz. abs hamda qavs ichiga number deb berib yuboramiz. Hamda res 2 deymiz. abs endi bunga number 2 ni berib yuboramiz hamda print res 1 hamda print res 2 qilamiz hamda
pay main nuqta pay qilib ishlatsak, mana 10 va 9 chiqdi. Demak, -10imiz 10 ga o'zgardi, 9imiz esa o'z holicha qoldi. ABS bu modul, ya'ni manfiy bo'lsa ham, musbat bo'lsa ham musbat chiqadigan tushuncha modul hisoblanadi. Demak, modulda hamma bilsa kerak. Round bu yaxlitlash. Qisqacha round haqida endi gaplashsak. Bizda float numberlar keladi. Misol uchun a degan numberimiz bor. Bu 3.145 nechidir? Hamda bizga uni yaxlitlashimiz kerak. Round deymiz. Ani deymiz. Print res. Restni chiqaramiz. Ushbu ko'rinishda 3 ta o'zini chiqardi. Agar biza o'sha 3 dan keyin, ya'ni o'zgaruvchinimizni bergandan keyin son qo'yadigan bo'lsak, misol uchun 2 qo'ysak, biza nuqta, ya'ni nuqta virguldan keyin ikkita son oladi. Men nuqta pay mana 3.12 oldi. Agar men shuni 5 qilib qo'yadigan bo'lsak-chi, pay men nuqta pay mana 3.13 bo'ldi. Ya'ni 5 dan keyin o'zi yuqoriga qarab oladi. Yaxlitlashni bilsak, bunga tushungan bo'lsak kerak. Keyingisi pow, ya'ni darajaga oshirish funksiyamiz. Bizda misol uchun qandaydir 5 soni bor. Buni pow qilamiz. Pow deymiz. 5 ni o'zini berib yuboramiz birinchi, mana. Yana 5 ni o'zini bersak, men nuqta pay mana. Xato beryapti. Bo'ldi. Virgul qilamiz, darajasini ham berishimiz kerak. Bitta funksiya bilan adashtiribman. Unda demak, shunchaki sonni o'zini bersak, kvadratga oshirib berish kerak edi. Pow oshirmas ekan. nuqta pay mana 25 chiqdi. Agar men buni 3 ga qo'ysak-chi, 5 da 3-chi chiqish kerak endi. Mana 125 chiqdi. 5 da 3-chisi. Pow demak darajaga oshirish. Keyingisi max, eng kattasini topib beradi. Demak, bizda a, b, s degan o'zgaruvchilarimiz bor. 3, 6, 4 ga teng, misol uchun resimiz teng max a, b, misol uchun demak b, s ga teng. Bizda eng katta sonni chiqarib berish kerak. Pay men nuqta pay mana 6. 3, 6, 4 orasida max 6si. Minimumi eng kichigini chiqarib beradi. Xuddi shuni endi shunchaki minga o'tkazib qo'ysak, pay men nuqta pay bizda minimumi, ya'ni 3, 6, 4 ichida eng kichik narsani chiqarib beradi 3 ekan. Bundan tashqari sum degan o'zgaruvchimiz bor. Sum menimcha ishlamasa kerak hozir bu yerda. Chunki sumimizda list qabul qilardi. Ko'ramiz. Mana xato berdi. Sumimizda chunki list qabul qiladi. Demak, mana endi ishlash kerak. Sumni keyin o'tamiz. Tamom. Mana 13 chiqdi. 3, 6, 4 yig'indisi 3, 6, 9, 4 qo'shsak 13 chiqadi. Demak, summa faqatgina less qabul qilar ekan, less ko'rinishida. Lessni keyingi darslarda hali ko'rib o'tamiz. Hozircha sumni ishlatmay turar ekanmiz. Demak, qisqacha bu muhim built-in funksiyalar mana shulardan iborat edi. Demak, endi uyga vazifa ko'rinishida ushbu 20 ta savolimiz mavjud mana. Demak, 1 dan 18 gacha to'xtatib
ko'rib olamiz hamda keyin mana bu 19 hamda 20 ni ham ko'rib chiqishimiz ham mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.